Tak, jigarlar bugun bozorni boshidan Damas'dan boshlaymiz. Yili 2020 ekan. Kraskalar top-toza. Damas 170 ming yurgan ekan. Hozir ichini bitta ko'rsam, chiqollar sostoyansi yangi ekan, mana ko'rib turibsizlar. Yangi chiqollar. Probeg 175 ming bo'lgan, uzr. 5 ming adashibman, mana 175 ming yurgan. Mana aka. Stansiya yaxshi udar. YouTube kanalimizdan o'tgan marta bu kishini ham sotilib ketdi. Qo'yib beryapman. Naqddan bor, takila metallari bor, naqd bor. Bank ham bo'ladi, o'zingizning qo'yib, garov qo'yib olsalaringiz ham bo'ladi. Yetmay qolganingiz sal kutadi ham, barter ham bor. Generalni ham beralasizmi buni? Generalni ham beralar ekan. Telefon raqamini ayting. 99lik 065 10 50. Aloqaga chiqib olaverasiz. Tak, jigarlar yana bitta Damas ko'rsataman sizlarga. Yili 2021 ekan. 1 yilga yangi ekan. 2021 99 ming yurgan Damas. Hozir ichki tomonni ko'rsataman. Chiqol poliklar sostoyansi o'rtacha ko'rib turibsizlar. 99 ming yurgan, 200 qancha 92 yurgan mana ko'rinishi. Tak, chiqollar yangilab olasiz poliklarni. Mana ichki tomoni, metallari ham bor ekan. Orqadan bitta ko'rsataman hozir. Kela metallari ham bor. Narxini 75 deyapti, kami bor dedi. Kelishtirib beraman dedi. Naqd bor, bunda ham o'z-o'zini qo'yib olish ham bor, ikkilamchi ham bor. Barter ham bormi bunga ham? Yo'q, bunga naqd qo'yiladi. Barter. Naqd yetmay qolsa kutish bor, salgina. Yetmagan. Juda ko'p emas. Bo'ldi. Generalnichi? Beriladimi? Generalni oldi-sotdi onlayn farqi yo'q. Xohlagan. Generalni ham bo'laverar ekan, oldi-sotdi ham bo'ladi. Ayting telefon raqamini. Shu nomer 99 065 1050. Mana aloqa chiqib olaverasiz. Mashina Angordikimi? Angordagi hikoya Angord. Bo'ldi. Tak, jigarlar, mana 3-damasni ko'rsatyapman sizlarga. Yili 2022. Kraskalarim top-toza ekan. 44 ming yurgan Damas. Svejiy Damas 44 mingina yurgan. Tak, mana 44 mingina yurgan. Bitta ko'rsataman sizlarga. Mana 44 ming 800 yurgan mashina. Toza ekan. 13lik balonlar yangi qo'yilgan dedi. Hozir ko'ramiz. Tak, mana ichki tomonni bitta ko'rsangiz bilasizlar mana. Oh, top-toza. Bitta qiladigan bunga ishlaringiz bor. Bitta qiladigan ishi bunga metan qo'yish kerak. Metani yo'q. Narxi shuncha metaniga o'tib beriladi. Generalni davrasidan beraman dedi. Mana shu nomer bor. Bemalol shu nomer qoladi. Gendaringiz 1 millionga gendaringiz qilib haydab yuraverasiz. Naqd bor, bank bor. Barter bor ekan, Cobaltlaringiz bo'lsa barter bor, Cobaltga. Bitta metan qo'yib olasiz. Narxini 80 million deyapti. Aloqa chiqsangiz, endi buni ham kelishtirib olsangiz bo'ladi. Kanaldan chiqsangiz kelishtirib beradi. Ayting telefon raqami? 94lik 206 0750. Shundaymi? Bo'l, aloqa chiqib olaverasiz. Mashina qayerda ekan? Tak, jigarlar, sizlarga Spark mana ko'rsataman. Yili 2022 Svejiy Sparklardan bittasi. Mexanikada avtomat korobka diskalar o'zi taqilgan ekan. Diskalar avtomat korobka. Ichki tomoni top-toza turibdi. Hozir sizlardan oldin o'zim ko'rdim, birinchi nazar tashladim. Ichkari top-toza turibdi. Yurgani 48 ming adashmasam. Qancha yurgan deysiz? 48 ming. 58 ming metan yaqinga qo'yilgan. 58 ming yurgan ekan. Metani yaqinga qo'yilgan ekan. Yangi metan qo'yilibdi mana. Oxiri metan qo'yibdi-da, oxiri metan qo'ydingiz oxiri. Orqada ikkita kolonkalar ham ishlayveradi. Kolonkalar ishlaydi mana ki metallari. Yangi metallar 65 talik, 70 talik metallari bor. 22 metali bor, 58 ming yurgan, narxini 110 million deyapti. Yana ham kelishtirib beraman dedi. Kanaldan chiqsangiz kelishtirib beradi. Naqd bor, bank ham bo'ladi va generalni davrasidan beraman dedi. 1 millionga xarajat qilib haydab ketaverasizlar. Telefon raqamini ayting o. 93lik 798 44 46 ekan. Aloqa chiqib olaverasiz. Mashina Termiznikimi? Termizniki mashina. Tak, jigarlar, sizlarga bitta Nexia 3 endi ko'rsatayinchi. Nexia 3 mana aka, yili 2020. Bitta petnosi bor ekan, nar tomonda eshigida bor, bitta joyda. Bitta petnosi eshigida bor. Qolgan joyi ham yo'q, top-toza. 4-pokoleniya metani. 4-pokoleniya metandan qo'yilgan. Akkumulyatorlar ham yangidek ko'rinib turibdi mana. Probegi 86 ming yurgan, yili 2020. Mexanika mana aka.
Tak, mexanikada 86 mingina yurgan. 2020 uchun 86 ming uncha ko'p emas. Rullari boshqa qo'yilgan ekan, boshqacharoq ruldan qo'yilgan meniki. Orqalari tang'iroqqa bo'lgan. Tarkibga chiqonlar olingan turibdi meniki. Endi metallari bor, samiglavni. Mashina chang bosib turibdi meniki, bilinib turibdi dehqonligini. Tak, endi 105 qilib beraman oxirsini deb men aytdim, boshqa qotirmang dedim. 105 juda ham baland narx deb boshqa qotirmang, sizlar uchun tushirib qo'ydim. 105 kam bor dedi, 100 larga bemalol olsangiz bo'ladi mana. 100 larga savdo qilib olavering. Naqd bor, bank bor. Generalni damirsan beraman deb nomerlar taqilgan. Mana 100 ga bosib yuborasizlar jigar, kanaldan chiqib. Hozir telefon raqamini ayting. Telefon raqamingizni ayting. 91lik 91lik 906 906 74 52. 74 52. Allohga chiqib olaverasizlar. Mashina qayerdaki? Sherobod, Yo'l shahar. Termizdagi ekan mashina. Jigarlar, sizlarga mana bitta Jackdan ham ko'rsatayin. Mana Jack M3 degan minivan 9 kishilik. Jigar. Hozirda o'zimizda eng shu populyarni bo'lib, ko'plar minayotgan mana sayohatchi Abu ham minayotgan, minib yuribdi. O'shanaqasidan mana kelib qoldi bitta. Rangi nikkel anoy ekan, stalnoy rangda ekan. Bosib o'rmasalaringiz bo'lmaydi jigar. 30 mingina yurgan mashina, hech qanaqa xarajati aybi yo'q. Mashina 30 mingina yurgan, kraskalar top-toza. Mashina baland ekan. Bunday chiqib olasiz ekan. Chiqib olib, hozir ko'rsataman obzorini. Tak, mexanika mashina. Mana degana monitorchasi bor. 5 dyumlikmi, 6 dyumlik. Deflektorlari yaxshi, mana qarang. Zo'r boshqarilar ekan, qo'l bilan. Mana qilsa udobniy ekan, qo'l bilan zo'r boshqarilar. Ko'rinib turibdi, chunki inomarkalik ham ancha hamma tomonlari komfort, hamma ana qulayliklari bormaydi. Tak, mana bunga eshik mana nima deysiz? Mana qarang. Shamol kelib turadimi? Konditsionermi endi shu? Mana qarang, egasidan so'ramabman. Konditsioner bo'lish kerak. Mana yerda svitchalari bor. Qo'lik rapam balon Ha. qo'yilgan. Baba qarang, mana shu konditsionermi mana shu? Ha, konditsioner orqa oldi hamma. Bilin, konditsionerlar tepada bor ekan. Manalar qarang, hatto hammasi chiroyligina, avtobuligin. Baba qarang, bu metani bormi yo propan qo'yilgan ekan? Propan benzinda mana. Ko'rib turibsizlar, bu yerda emas, nari tomon. Buning yonboshidan bitta oching-da, bitta ma'lum. Hozir sizlarga yonboshidan bitta ko'rsatmaychi. Generalni daversan beraman dedi. Tayyor mashina 1 million qilib ketaverasizlar mana. M3 plus M3 mana plus 1.8 litr ekan. Motor hajmi. Mana eshiklarimda bu Damaskdek ochiladi. Ochilish ham juda ham zo'r ekan. Ochilishi yaxshi. Ochilishlari zo'r. Mana o'zida mana tem svitlar bor ekan. Qorong'ida ko'rish uchun parokda. Buni mayovkaga chiqishga yoki uzoqlarga buni taksi qilishga zo'r ekanda bu qarang, Rossiyasiga chiqishga mana ekan. Orqa tomoni mana. Mana ekan, ikkita o'rindiq 9 kishilik ekan. Kapitanskiy sidinlar bor. Chiqib mazza mashina ekan, to'g'risi bor. Orqa tomonlarida mana ekan. Pechkalarniki bor ekan. Narxni o'sha paytda 18.5 ga 18.5 ga olgan ekan. Hozir 16.5 ga bo'lsa berib yuboraman dedi. Endi qarang, yili 2023 dekabrda chiqqan, propani bor, kraskalar top-toza. Rangi shunday, ana stalnoy rangda 16.5 ga berib yuboraman deyapti. Bitta eshigini bitta yopilishini bitta ko'raylik-da. Ha, ko'zi yopiladimi? Plyusoskasi yo'q-ku, menimcha yopiladi. Yopilish juda ham yaxshi, myaxki ekan. Tak, narxi 16.5 ga berib yuboraman dedi. Bobom. Tak, barter bo'lsa o'zimizning mashinalarga ham barter bor ekan. Cobaltlarga, Damas'ga barter bor. Naqd bo'lsa 1-2 so'm sal yana ham kelishadigan joyi bor. 16.5. Yetmagan kutish bor, generalni ham beraman dedi. Telefon raqamini aytib qo'ying. Mana. Telefon raqamini mana aka. Teraverasiz. 93 506 1864 aloqaga chiqib olaverasiz, jigarlar mana. Jigarlar, sizlarga endi bitta Malibudan ham ko'rsatayin, bosib yuboring mana. Bozorda menimcha bitta Malibu turibdi. Yili 2020 ekan, atmosferniy motor ekan, benzin tanlamaydigan, lekin bari risk qilmaysizlar. 91-92 qo'yib yuraverasiz. Benzinda mashina, kraskalari top-toza mashina. Generalni damirsan beraman dedi. Bosib haydayverasiz. 2020 70 ming yurgan ekan. Bitta ko'rsataychi. Besklichovoy dastur bor. Atmosferniy motor. Ichi saloni
Malla oranjiviga oq ekanda. Atmosferlar menimcha shunaqa bo'ladi. 2020 mana ko'rib turibsiz. Mashina tiniq, hamma narsasi bor. Maydagina panoramli lyukchalari bor. Tak, cruise control multimedia sistema hammasi bor. Chimalla sostagan ko'rinib turibsiz mana aka. Tonirovka orqalari bo'lgan. Orqalarga nakidkachalar tashlanib turibdi mana aka. Voy. Nakidka tashlangan orqasiga. Nakidkalar zo'r ekan lekin. Nakidkasiga lekin 5 ketdi. Bosib haydayverasizlar. Hatchback. Tak, bu nimasi ekan? Bu tenti ekan. Bu ham qo'shib beriladimi deyman. Ustiga yopadigan tenti bu. Mana benzinda mashina ko'rib turibsiz. Bagajlikka ancha joy bor ekan. Qobuldagidan ancha kengaysh ekan bagaj. Tak, narxi 265 million deyapti. Kami bor, kelishtirib beraman dedi. Naqd bor, bank ham bo'laveradi. Kobultlar bo'lsa barter ham bor. Kobultlaringizga yetmay qolsa 1 oygacha kutish bor. Ozgina yetmay qolgan. Tak, general dayos beradi. Telefon raqamini hozir aytaman. Telefon raqamingizni ayting-da. 91lik 603 97 76. Aloqa chiqib qolaverasiz. Mashina qayerda o'zi? Termizmi, Angormi? Farg'ona. O'zingiz qayerdan? Farg'onadanmisiz o'zizdan? O'zimizdan Farg'onada shu yerda yashaymiz. Aloqa chiqib olaverasizlar. Tak, jigarlar, sizlarga bitta yana Cobaltdan ko'rsataman hozir. Endi bitta Cobaltdan boshlaylik. Bugun ko'rsatdimmi yo'qmi? Ko'rsatmadim shekilli mana. Cobalt Ravon versiya, test Ravonmi bu? Test Ravon versiyasi, eksport varianti 2018 ekan yili. Tak, mana aka avtomat korpusi diskalari taqilgan. O'zini bitta ko'rak. Mexanikada. Ichki tomonni bitta ko'rsatayin. Ichki tomonlari yaxshi, yomon emas. Sostoyaniyasi 204 mingga yurgan ekan, mana bitta ko'rsatayin. Fokus bo'lsincha, mana 204 ming 600 ga yurgan. Tak, bitta qilingan ishi bu asvejit bo'lgan ekan, kraska qilib. Polnis asvejit edi. Lekin hech narsa qilmagan, dumolamagan. Ko'rsat, orqasini bitta oching-da. Farolari oldingi farolardan ekan, eksport farolardan. Orqasini bir ko'rsatayim. Metani bor, orqasida metanlari bor. Narxini 105 million deb kelishtirib beraman. 100 lar bo'lsa bitadi deyapti. Aloqa chiqib olaverasizlar. Naqd bor, bank bor, o'zini qo'yib qolsalaringiz bo'ladi. Barter bor, boshqa mashinalarga ham yetmay qolsa 1 oygacha kutish bor. Va generalni daversam beraman dedi. Narxini kelishtirib olaverasiz. 100 lar bo'lsa bitadi dedi. Telefon raqamingizni ayting. 94lik 205 0884. Mana aloqa chiqib olaverasiz. Mashina qayerda? Sherobodda. Jigarlar, mana yana bitta sizlarga Cobalt ko'rsatayin hozir. Yili yangiroq bo'lgan 2024, boyagisi 2018 edi. 2024 64 ming yurgan Cobalt kraskasi pashti yo'q desam bo'ladi. Bitta joyda parogida bor. Qaysida bor? Narigi tarafda bitta parogida bor ekan, tagida bor ekan. Tonirovka qilingan. Ruxsatnomasi ham bormi tonirovka? Bor ekan, ruxsatnomalarim bor. Avtomat korobka egalarining qo'lidan, dehqonlardan ko'rsatyapman. Mana o'zlaridan haydagan. Mashina yomon emas. Shirin hidlar kelib turibdi. Antirada qoladimi yo ketadimi? Kelishamiz dedi. Antirada ham ketish ham mumkin mashinaga qo'shilib. Narxini kelishtirsalaringiz ketaveradi. Mana orqa tomonidan ko'rsatayim. Mashina Swigi, zo'r turibdi. Metallari ham bor ekan, 90 talik. Generalni daverni beraman dedi. Generalni daverni beraveradi. Itak, naqd bor, bank bor, haval mashinangiz bo'lsa, mabodo ko'rayotgan bo'lsa havalchilar, havalingiz bo'lsa, mana shuni barter qilib, Cobaltga barter qilib gaplashaverasiz qolganini orasidagi. Generalni daverni beraman dedi. Bemalol beraveradi. Telefon raqamini ayting. 88lik 88lik 522 522 0008. 0008. Narxini aytmadim. Narxi 150 dan tepasiga savdolashasizlar. Boya hozirgina 150 ga biroz so'radi. 150 dan ustiga 1-2 so'm qo'shib olaverasizlar. Bo'ldi. Sizlarga jigarlar 2005 Nexia bir ko'rsaman, probegi qancha aytavering. 2,5 krupdan oshgan probegi. Kraskalar top-toza dedi. O'zim mashinam dedi, tirikchilik emas dedi. Bugun ertalab bozorda 50-52 gacha qilgan ekan, shuni tepasiga savdolashib olasizlar. Metani bor ekan. Barter qaysi mashinalarga bu? O'zimiz mashinalargami? O'zimizning mashinalarga barter bor. Quyoshda lekin zo'r ko'rinyapti-da mashina. Nima deysiga? Ichki tomonni bitta ko'rsang, endi oladigan mashinalaringizni.
Nimaga baland desa, mashina yangi, sostoyaniyasi zo'r, yangi emas, sostoyaniyasi yaxshi dedi. Endi savdolashib olaverasiz. Ko'ngil bo'lsa jigar, ya'ni savdolashasiz. 50 dan tepasiga dedim. Balkim undan pastiga ham kelishib qolasiz. Metallari ham bor ekan. Sostoyaniyasi yaxshi, juda ham zo'r. Kraskasi toza 2005 ekan. Telefon raqamingizni ayting. Telefon raqamingizni ayting. 93lik 767 57 33. Aloqa chiqasizlar. Mashina qayerda edi? Muzrabatda ekan mashina. Bo'ldi. Hech narsa qilmaydi-yu. Nexia 3 ko'rsataman, jigarlar sizlarga. Top-toza, probeg kam bo'lgan, svejroq bo'lgan. 2019 ekan yili, 2019. Generalni ham kelishamiz dedi. Haydab yuraverasiz, kelishaversalang. Tak, mexanika, avtomat korobka diskalar taqilgan. Avtomatdan bo'lsa, Vosin diskalardan taqilgan ekan. 2019 mana bu sostoyaniyasi, ishlari yomon emas, toza turibdi, registrator bor, qo'yilgan. Yurgani 34 ming yurgan ekan. Tak, chiqol qo'liklari yaxshi. Kraskalari top-toza ekan. Mana okey. Kraskasi toza. Mana yerda bitta qirilgan joyi bor ekan, kraska o'tmaydi. Mashina benzinda ekan. Benzinda yurgan ekan. Metan qo'yib olasizlar. Kerak bo'lsa tak. Narxini bugun bozorda 105, 106 so'radi dedi. Endi chinmi yolg'onmi? 106 ni tepasiga savdolashib urasizlar. 1-2 so'm qo'shib olasizlar ustiga. Naqd bor. Bank ham bo'laveradi. Sal yetmay qolsa gaplashaverasiz, kelishasiz, generalni ham tekshirib olasizlar. Telefon raqamini ayting. 97lik 552 13 23. Aloqa chiqib olaverasiz. Tak, jigarlar bitta Damas'dan ko'rsataman sizlarga hozir. Damas 2023. Kraskalar top-toza bo'lgan, sveji Damas. 27 mingina yurgan ekan. Chiqollar sostoyaniyasi yomon emas, toza. Yaxshi turibdi mana Damas. 2020 327 ming yurgan, registratorlar bor, tepalar apshika bo'lgan, patologlari. Tak, mana ki chiqollari yaxshi sostoyanida turibdi, metallari bor dedi. Metani bor-a? Metan bor. Metallari bor. Pastda mana narxini qancha deyapsiz narxini? 88. Hamma bormi? Bor. Kelishtirib bering. Hozir endi 23lar endi 85 ketyapti-da, patolog. Tak, naqd bor. Bank bor. Bank ham bor. Barter bormi? Boshqa mashinalarga? Bor. Barter ham bor. Yetmay qolsa kutishchi, sal bor. Yili baland mashinaga bor. 12, 13, 11larga yo'q. 19 20 larga. Tak. Qarang, yetmay qolsa kutish bormi hozirroq? Kutish varianti bormi yetmaganiga? Alochi. Bor, naqd. Gendaveringizchi, bo'ladimi? Generalni qanday? Generalni bor. Generalni ham bo'ladi. 84 ga savdo bo'lgan ekan, 84 tepasi 1 so'm qo'shib savdolashaverasiz. Ayting, telefon raqamini ayting. 91lik 904 44 77 aloqa chiqib olaverasiz. Mashina angordiki. Nimaga o'zingiz xaraktersiz? Ayting mana. Lasetti ko'rsatamiz hozir 2013-yil. Aha. 193 ming halok bo'ldi. Galakka ko'tarildi. Aha. 4 Ayting, endi gap. 2013 chiqqan Rashid. Kraskasiga javob. 193 ming probegi. Motor ko'tarilgan emas galakka. Oldin bitta ochib yubordim. Ha? Muzrabat. Oldin nechimda? 85 million bo'lsa beramiz aka. Bu 1.8 motormi? 1.8. Ha. Tamam. Bemalol. Shunday. Tomoniga mana ko'ramiz. Chiqollar sostoyaniyasiga. Bittasi bilan ko'tarib ko'rgandi. Voy yedimi deb. Mana joyga chiqmagan ekan bizdan. Propanda. Bitta chiqol qilasizlar. Ko'tarib ko'rdingmi? Joyga tiqib qo'y. Ko'tarib ko'rganda mana bilasiz. Mashina propanda yurgani 1.90 bo'lib yurgan. Mikrofonda turibdi-da.
Mashina xarakteristikasini aytdim. Ichlarini ko'rdilaringiz, hozir ko'rsatdim. Mikrofon boshida edi. Tak 190 ming yurgan, kraskalar hamma yog'i toza ekan. Bitta narsa yana shumka ham bo'lgan. Tomlar hamma joyi shumka bo'lgan. Tom, eshik bitta bagaj qilinmagan ekan, shumka bo'lgan, propanda mashina. Kraskalar toza, 190 yurgan. Narxi 85 million bo'lsa berib yuboraman dedi. Pul kerak ekan, naqd berib, boshqa mashina olgan ekan, o'shaning uchun tas berish kerak. 85 millionga sotadi, ketadi. Generalni ham beriladimi? Generalni beradi. Generalni ham beraman dedi. Bo'ldi. Telefon raqamini ayting. 93lik. 93likmi? 93lik 638 638 25 25 66. 66. Bitta berqadam beraman. 4 kilo go'sht ham bor. Ha, bonusiga deng. Bonusiga eshitilar. Ham yo'q. Ana qolgan. Bo'ldi, gap yo'q. Ha, qurbonlikka deng, qani. Hayitlikka. 2013. Hayitlikka men qo'shib beraman. Takshda bosib yuboringlar, jigarlar. Telefon raqamini ayting. Bo'ldi, gap berib yuboraman dedi. Jigarlar, sizlarga bir idealroq bitta anodan ko'rsataman. Matiz ko'rsatayim. Ideal bo'lgan yili. Hop. Tak, general Davis beriladi. Yili 2015, probegi 112 ming yurgan ekanda. Hozir ko'rsataman. Tonirovka bor orqasida, har doimgidek. Hamma mashinalarga orqasida tonirovka bor. Mana 100 fokus bo'lsin. 112 ming yurgani. Tak, ichki sostoyansini ko'rib tursa yomon emas. 2015 ga 15 ta yil yaxshi sostoyansi. Orqalari ham toza turibdi, ich qollari ham toza ekan. Orqasini bitta ko'rsatib yuboring. Ana generalni beraman dedi. Narxini 45-44 atroflarda bo'lsa beraman dedi-da, qarochi. Naqd bor, o'zingizdan qo'yib olsalaringiz bo'ladi. Yetmay qolsa 1-2 oygacha ham beraman dedi. Generalni ham bor. Narxini aytdim, 44-45 atrofida savdolashasizlar. Telefon raqamini ayting. 99lik 99lik 598 0002. 598 0002. Shunaqami? Aloqa chiqib olaverasiz. Tak, jigarlar, sizlarga 2012 Spark ko'rsataman, narxini kelishtirib beraman dedi. Tak, qarang. 2012 Spark kraskalar hamma joyda toza. Menda ham sal kirgan joyi bor ekan. Nimalarga to'g'rilab olasiz, endi kirgan joyi bor ekan. Kraskasi toza ekan. Birinchi pozitsiya 2012. Tak, bularda konditsioner bormi, yo'qmi? Yo'q, konditsioner yo'q. Konditsioner yo'q ekan. Yo'q konditsioner. Ichki tomoni nima ekan, ko'rib tursiz. Mexanika 2012 178 ming yurgan ekan mashina. Tonirovkasi bor orqada. Orqa ko'rinishi manaki. Tak. Mashina metanda, metallari bor. Bugun bozorda 55 so'ragan ekan, 58 bo'lsa beraman dedi. Shu 55 tepasiga savdolashib olaverasizlar. Naqd bor dedi, naqd pul kerak ekan, o'shaning uchun iloji boricha naqdga olaverasizlar, ya'ni savdolashib olasizlar. Ayting telefon raqamini. 97lik 97lik 530 530 25 25 79. 79. Mana aloqaga chiqib olaverasiz. Mashina qayerda? Termizdikmi? Katarxona. Katarxonaniki ekan. Bo'ldi. Ha, tak. Jigarlar, yana bitta sizlarga Cobalt'dan ko'rsatayim. Bu endi yangiroqqa yaqin. Yili 2024 19 ming yurgan ekan. Cobalt. Yili 2019 19 ming yurgan Cobalt. Tak. Kraskalar toza dedi, metallari bor ekan. Hop, toza, ichlari ham toza. Mana ko'rib turibsizlar. Telefon Alaka, men shamboyingizmi? Orqasi zavodskiy. Klientim bor aytay. Tak, chixol poliklar qo'yib olasizlar. Qo'shib qo'ying. Chixol polik qo'yib olasiz. Yangi Gruppa yo'q, yangi gruppa tuz o'zing. Zibakordan tashlangan ekan. Zibakor poliklari bor. Bitta gruppa och yaxshi. Metani bor. Narxini 158 Nomini nima deb qo'yasan? Nima deb qo'yay? 58 dedi. Yana ham kelishtirib beraman dedi. 2 million o'tib beraman dedi. 56 lar bo'lsa bitadi. Ayting endi, naqd bor. Bank ham bor, bank Farqi yo'q, naqd, kredit, leasing farqi yo'q. Kuchigidan boshqa narsaga almashtiramiz. Anoyi ham bor. Leasing ham bormi? Muddatli to'lovga, bo'lib to'lashga. Bo'lib to'lashga ham ham bor. Boshidan qancha bo'lsa? 50% bersin. 50% bo'lsa qolganini qancha? 1 yil, 1,5 yil? 4 oygacha. 4 oygacha qolgan bo'lib to'lashga bor. Tak, barter ham bormi boshqa mashinalarga? Ha, barter bor. Barter ham bor ekan. Ayting telefon raqamini. 99lik 99lik 730 730 86 86. 86 86 aloqa chiqmani olaverasizlar. Ayol kishiga akam aytayapti, ayol kishi bo'lsa bitta chixol bonusda. Hayitga. Ayol kishi olaman desa bitta chixol bonusiga qo'shib beraman. Cobalt ko'rsataman.
19 ga 20 mi? 19 oxiri chiqqanmi? Tak, 19 yili 178 mi yurgani? 142 yurgan ekan, kraskasi top-toza deydi. Tekshirib olaverasizlar. 143 mi yurgan ekan, mana aka. Tak, tonirovka qilingan, orqalarida mana chiqonlar bu, sostansi yaxshi, metan qo'yilgan ekan. Yomon emas. Tak, narxini 125 deyapti, kelishtirib beraman dedi. Endi 20 larga bitib qoladi. Avtomat korobka diskga qo'yilgan ekan, mexanika ekan. General daveniz beriladimi? General daveniz qanday? Gaplashamiz. Kelishamiz. Naqd bor, bank bor. Barterchi, barter ham bormi? Barter ham bor. Yetmay qolsa kutish ham bor, salgina ozroq. Tak, ayting telefon raqami. 97lik 227 0988. Mana aloqa chiqib olaverasizlar. Savdo bo'lyapti. Qurishga 144 bo'lyapti. Necha so'm bo'lyapti? Necha so'm so'rayapsiz? Necha so'm so'rayapsiz? Qancha so'rangiz? Bo'ldi, 140. Yo'q, 42 dedingizmi? Yo'q, 42 dan men aytdim, qo'shaman dedim. Yo'q. Yo'q, menga qarang. 42 bor dedingiz, yo'q odam. Men 1 bilan qo'shaman. Bo'ldimi? Quruchka bo'ldi, baraka bo'ldi. Men kelmasam biza 44 deysiz. Bo'ldi, 42 dedingiz. Quruchka. Men aytdim-ku, quruch mayli ustiga qo'shib beramiz dedim-ku. 1 million qiling, men 1 million. Gendaviniz qilib berasiz. Gendaviniz qilib oladi, maylimi? Generalni berasiz. Hozir moshni tekshirtiramiz. Hamma joyga javob bering. Termizda tanish notarslar bor. Kerak bo'lsa telefon qilamiz, generalni qilib olasiz, maylimi? Generalni berasiz. Etak jigarlama, quruchka baraka bo'ldi, 100 quruchka. 2023 34 ming yurgan propanda mashinam bor. 143 ga baraka bo'ldi mana aka. Jigarlar, hammaga assalomu alaykum. Hozir ekraningizda shu yerda Telegram kanalim chiqadi. Telegram kanalim silkasini, havolasini kommentariyaga qo'yib qo'yaman videoning tagiga. O'tib bemalol hafta davomida chiqadigan mashinalarni ko'rib olishlaringiz mumkin. Agar sotaman desalaringiz ham Telegramdan lichkamga yozsalaringiz bemalol bepul qo'yib beraman kanalimga Telegramda. Takshda Telegramga o'tib obuna bo'lib qo'ying, chunki u yerda obunachilarimiz ko'p. Kommentariyada ham yozib bemalol общаться qilishingiz mumkin. Srochniy bo'lgan xabarlarni har doim Telegramga birinchi o'qib qo'yaman. Bolalar, tak Damas ko'rsaman, yili 2016. Qancha yurgan probega? 183 ming yurgan. Bir ikkita fitnalar bor edi. Metani bor-a? Tak, mana ichkasi deganlari yaxshi, yomon emas. Oldin ham ko'rsatdim shekilli, o'tgan hafta ham. Yomon emas, chotki. Tak, narxini 49 million deyapti, kelishamiz dedi. Anavi bor, naqd bor. O'z-o'zini qo'yib olish bor. Generalni ham beriladimi bunda? Yana bo'laveradi. Yana bo'ladi. Barter ham bormi boshqa mashina? Matiz bo'lsa bo'laveradi. Shu Matizga o'tib ketyapsiz oxirgi paytda. Voy bilan, ayting telefon raqami. 88 038 038 038 76 77. 76 77. Aloqa chiqib olaverasizlar.